Assalomu alaykum ahli YouTube. Mana keyingi xonadonimizda Xudo xolasa ish jarayonlari hamon davom etmoqda. Mana uyimiz ham chiroyli bir ko'rinishga kelmoqda. Hozir Xudo xolasa kazruklarimiz qoldi. Mana inshaalloh bu yerda ham listlarimiz. Mana ko'rib turganlar bo'lsalar, alkahol bilan Xudo xolasa birma-bir listimiz. Mana ayvonni ham ko'rsatib o'tamiz. Bir darvozaxona ayvonlar mana Xudo xolasa ana shu holatga keltirib, qo'limizdan kelganicha listimizni yartillashini ham ko'raverasizlar. Hozir u listlarimizni ham bir sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Samarqand Samizida yangi tunikasi. Betida salafalli bor mana. Vanna-panna Xudo xolasa umuman bilinmaydi inshaalloh. Mana bu ayvonimiz, keyin yana bitta ayvonimiz bor. Hozir biz sizlarga tanıştırıp qo'limizdan kelganicha mana shu kazruklarimiz buru 25, buru 30 chiqqan kazruklar mana shular. Xohlasa bitganda bu kazruklarni hamma narsani bir tanishtirib qo'limizdan kelganicha ikkalasini ayvonni bir xil qildik. Baytimizga alkahol gul tushadi, podsvetkalar yonadi, обязательно. Mana ko'pchilik buni qanday qilasiz, ichida podsvetka deyishdi. Mana akalar, mana biz sizlarga tushuntirib o'tamiz bu listni. Oborotiga qayirsak, ichiga eksanti bo'ladi. Ikki qulog'i bo'lsa ham, onamizning alkahonimizning qulog'i yopib ketadi, bexijolat podsvetka tushaveradi. Ko'pchilik buni so'raydi, telefon qilib, biz podsvetkani o'shani tushunmay turibmiz deyishadi. Mana tushuntirib o'tamiz. Videoni yaxshilab e'tibor bilan qarasalaring. Endi hozir men sizlarga ayvonni ko'rsataman. Uni videoda qo'ygan edik, yana bir sizlarga qo'yib tanishtirib o'tamiz. Alkahonni oxirida Xudo xohlasa alkahonni qo'yib, buni videoga olib chiroyli qilib mana ko'ringlar. Listimizni bir o'ta go'zal. Mana burchaklarini ham hamma narsasini e'tibor bilan ko'raverasizlar. Podsvetkamizni betga qo'yib qo'yganmiz, endi kabel tortgani hali montaj bo'lgan yo'q. Kechakini yoqib ko'rsatganmiz, bir xil. Mana degan svet qo'ydik. Men sizlarga listlarni ham bir ko'rsataman, qanday holatda kelishini. Keyin tunuka fonlarimiz Xudo xolasa O'zbekiston bo'ylab Xudo xolasa ishlarimiz. Telefon qilaverasizlar, bexijolat kelishib qolsak boramiz. Voha tomonlar, masalan, Samarqand, Buxoro, qo'limizdan kelganicha borib, uylarni mana shunday o'ta bir go'zal holatda keltirib chiroyli qilib berishga harakat qilamiz. Narxlarimiz 110 ming so'mdan 145 minggacha. Tunikalarimiz hammasini o'ziga yarasha tunikalar. Mana alkahol bilan Xudo xolasa bemalol aytaveramiz. Ko'rgan odam ham aytayapti, alkahol bilan birma-bir. Hozir mana listimizni men sizlarga hozir mana kazroklarni olib kelganmiz. Mana usta Sherxon. Mana listlarimizda endi salapalli bo'lib keladi. Mana shu listimiz yangi chiqdi bu ham. Xolasa vashim o'ta bir go'zal, mana shu ko'rib turganlar hammasi mana shu listdan. Orqasida 040 degan yozuv bor. Listimizning holati. Mana shunday salapalli bo'lib keladi. Mana salafanni ko'chiramiz. Endi Toshkentniki desalar, Toshkentnikidan qilib beramiz. Samarqandnikini mana shu garantiyasi 20 yilga garantiya berishyapti zavodimiz. Bexijolat mana shu kazroklarni ham Xudo xolasa bitganda men sizlarga chiroyli qilib Baytimiz nima deyapti darvozaxonamiz? Endi kichkina ekan, qo'limizdan kelganicha mana shu oynakda chiroyli qilib chaklarini ham ahamiyat berib qo'yaverasizlar. Usta akamiz ham qo'li gul usta. Umuman chaklarni bilintirmayapti umuman. Alades, qo'li dard ko'rmasin. Endi bitta ikkita baribir tunika alkahonga o'xshagan emas. Bexijolat mana sliplarimizni ham. Bunimiz koreyskiy tunika, g'idir. Bu ham 04 g'idir tunika, mokriy bu ham. Chetlar Xudo xolasa bitganda bitta men sizlarga chiroyli qilib qo'yaman. Bizdan uzoqlashmang, sizlar bilan usta Sherxon. Ekranda like, kommentariyani naqib ko'rasizlar. Ko'pchilik ko'rib, ko'pchilik masalan kuzatsa bizga ham yaxshi. Nima desam bo'ladi? Sizlardan shu yordam, like paklarda ayamasizlar degan umiddamiz.
Bizdan uzoqlashmang, sizlar bilan Usta Sherxon.